Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и главное, не забудьте подписаться на канал. Ваша подписка мотивирует нас создавать еще больше интересного контента. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Cobalt modeli haqida suhbatlashamiz. Bu avtomobil o'zining zamonaviy dizayni, texnologik imkoniyatlari va kundalik foydalanishdagi qulayligi bilan ajralib turadi. Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqamiz. Avvalo, dizaynga to'xtalsak, Chevrolet Cobalt 2026 tashqi ko'rinishi juda zamonaviy va jozibali. Old qismi aerodinamik shaklda yaratilgan, radiator panjari va farlar avtomobilga sportiv va chiroyli ko'rinish beradi. Yon profili esa silliq chiziqlar bilan bezatilgan bo'lib, avtomobilni yanada nafis va elegant qiladi. Orqa qismi esa klassik va minimalist uslubda ishlab chiqilgan, farlar zamonaviy LED texnologiyasi bilan jihozlangan. Umuman olganda, Cobalt 2026 tashqi ko'rinishi bilan nafaqat shahar ichida, balki uzoq yo'llarda ham e'tiborni tortadi. Endi ichki makon haqida gaplashamiz. Salon keng va qulay, o'tirish joylari ergonomik jihatdan moslashtirilgan. Boshqaruv paneli intuitiv va qulay, barcha tugmalar va sensorli ekranlar haydovchiga qulaylik yaratadi. O'rindiqlar sifatli materiallardan ishlangan va uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Salondagi saqlash joylari ham yetarli darajada bo'lib, kundalik foydalanish uchun juda mos keladi. Texnologiyalar nuqtai nazaridan Chevrolet Cobalt 2026 juda ilg'or. Avtomobil zamonaviy infotainment tizimi bilan jihozlangan. Bu tizimda navigatsiya, multimedia va qo'ng'iroqlarni boshqarish imkoniyati mavjud. Shuningdek, avtomobil Bluetooth va USB orqali qurilmalarni ulashni qo'llab-quvvatlaydi. Havoni konditsiyalash tizimi va avtomatik isitish funksiyalari ham salondagi qulaylikni oshiradi. Cobalt 2026 xavfsizlik jihatidan ham ilg'or. U bir nechta havo yostiqlari, ABS tizimi, elektron barqarorlik va harakatni nazorat qilish tizimlari bilan jihozlangan. Bu xususiyatlar har bir yo'lovchi va haydovchining xavfsizligini ta'minlaydi. Amaliy jihatdan Chevrolet Cobalt 2026 kundalik hayotda juda qulay avtomobil. Uning o'lchamlari shahar ichi,